Bugun lekin jamiyatimizda blogerlik degan institut juda faol paydo bo'ldi. va men hozircha blogerlar uchun alohida bir qoidalarni yoki standartlarni ko'rganim yo'q va shundan kelib chiqib sizdan so'ramoqchiman. Jurnalistlarga nisbatan blogerlar erkinroq ko'rinadi. Harakatida ham, ularni o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida ham va bu erkinlik jamiyatga nima beryapti? Ziyoli inson bo'lganingiz uchun ko'ryapsiz. Buni hamma ko'ra olmaydi. Men oldin ham mana shu mavzuda ba'zi takliflarni xalqimiz bilan mutasaddi rahbarlarga xitob shaklida taklif qilganman. Jurnalist o'qiganda bu, mutaxassis bu. Bloger o'qimagan. O'shaning uchun bunga bemalol. Einsteynning bir gapi bor. Johilga maza, hamma narsani biladi degan. Unga mazada hamma narsani gapiraveradi. Haligi uni chegarasi yo'q-da. Jurnalistda chegara bor. Jurnalistik etika degan narsa bor. Jurnalistik madaniyat bor. Aytgan gapiga, raqamlarga javobgarlik hissi bor. Jurnalist shuning uchun jurnalist. Jurnalist ziyoli hisoblanadi. Ziyoli qatlam. Bloger, men uni tanqid qilmoqchi emasman. Lekin tartibga solish kerak. Xuddi advokatlarni test qiladigan markazlar bo'lgani singari blogerlarni ham testdan o'tkazadigan markazlar bo'lish kerak. Nima uchun? Erkinlik mutlaq bo'lsa hayvoniyga aylanadi. Qonunlar borku, masalan, yolg'on gapirsa javobgarlik bor, haqorat qilsa javobgarlik bor. O'sha yolg'on va haqoratda javobgarlik borligini blogerlarga o'qitish kerak. Ko'pchiligi bilmaydi shuni. Ko'pchiligi bilmagani uchun ular ko'p muammolarga ro'bara bo'lyapti. Bir kishi murojaatini olib chiqib 20 million pulini talab qilib qo'yishyapti. Jurnalist bunaqa qilmaydi. Jurnalist xalq dardini ochib, mutasaddilarni muammoga fikrini jalb qilish bilan shug'ullanadi. Lekin bular pul sohasiga aylantirib olyapti. Agar biz ularni akkreditatsiyasiga qo'ysak, bu so'z erkinligiga taqiq bo'lmaydi. Bu tartib bo'ladi. Xuddi advokatni tartibga solganga o'xshagan. Men bir oydinlik kiritib ketay. Bu yerda hozir blogerlar deganda umumiy blogerlar emas, ba'zi muammolik. Ayrim blogerlar nazarda tutilyapti. Umumiy holatda albatta biz blogerlarimiz faoliyatini ham e'tirof etamiz va bugun jamiyatimizga katta hissa qo'shayotgan blogerlar ham bor. O'zlarining chiqishlari bilan. Albatta, blogerlik bir blog yuritishda endi. Bu o'zining nuqtai nazarini, shaxsiy mulohazalarini bildirib borish, ifoda qilish yoki boshqa odamlarning shaxsiy fikrini olib chiqish. Hozirgi o'tirgan ishimiz ham blogerlikni bir ko'rinishi. Faqat ikkita jurnalist o'tiribmiz xolos. bu albatta qo'llab-quvvatlanadigan, lekin mutlaq erkinlik degan tushunchani Ibn Xaldun taqiqlaydi. Chunki jamiyatni rivojlanishi uchun mutlaq erkinlik foyda bermaydi deydi. Nima qilish kerak desa, tizginlab turuvchi omil bo'lish kerak. Tizginlab turuvchi omil qonun. Ajoyib misol keltiradi. Ibn Xaldun aytadiki, vahshiy hayvonlardan insonni qo'riqlab turadigan qal'alar quriladi. Qurol aslahalar yaratiladi, ularga qarshi, vahshiy hayvonlarga qarshi. Uy quramiz vahshiy hayvonlarga qarshi, ulardan himoyalanish uchun. Lekin deydi, insondan qanaqa himoyalanadi? Unga ham uy qurib bo'lmaydi-ki. To'g'rimi? Unga qarshi nima qilish kerak desa, qonun joriy qilish kerak deydi. Qonun joriy bo'lsa, akkreditatsiya bo'lsa, huquqiy himoya bo'lsa, davlat buni ta'minlasa, xalq shunda intizomda bo'ladi. Domla, mana sizning o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi har bir chiqishingiz, aytgan gaplaringiz yoki kimlargadir bergan raddiyalaringiz ijtimoiy tarmoqlarda juda katta munozaralarga, rezonansga sabab bo'ladi. Sababini nima deb o'ylaysiz? Yuqorida aytganimdek, noto'g'ri talqin qilish uchun tuzilgan jamoalar bor. Ular to'g'ri fikrni ham noto'g'ri talqin qilib, meni go'yoki xalqqa dushman, davlatga dushman, jamiyatga dushman, radikal qilib ko'rsatishga urinishadi. Vaholanki radikallarga qarshi eng aktiv rolda ekanligini hamma yaxshi biladi. Lekin o'sha Gitlerning axborot maslahatchisi Goebbelsning gapi bor. Yolg'on oz muddatda kerak bo'ladi bizga. Oz muddatda kerak bo'ladi. Yolg'onni qaytaraver, takrorlayver, odamlar ishonganda ishonib qoladi. Ishonganda maqsadni amalga oshiramiz deydi. Keyinchalik yolg'onligi fosh bo'lsa, bitta uzr bilan qutulib ketaveradi ular. Sizga qilingan yolg'on propaganda ertaga fosh bo'lsa,
sizni yolg'on paytida toshbo'ron qilgan xalq sizdan uzr so'raydi xolos. Lekin siz dunyoda jarohatda qolib ketasiz. Mana shu maqsad qilinadi. O'shaning uchun unaqa rezonanslarning aksariyatida shularning qo'li bor. 5-kolonna deyman, men petitsiyachilar deyapman hozirgi kunda. Ular ataylab qasddan noto'g'ri talqin qilishadi. Lekin men ochiqman. Bizda Telegram guruhlarimiz bor. Mana ijtimoiy tarmoqlarda doim jonli qilaman. Va mana shu suhbatlarda har doim aytamanki, madaniy suhbatga har doim tayyorman. Yuqorida aytganingizdek, aslida asabiy emasman. Aslida madaniy suhbat qilaman desa, 3 soat bo'lsa, 3 soat madaniy suhbat qila olaman. 5 soat bo'lsa, 5 soat qilaman. Madaniy suhbat faqat. Saviya bir xil bo'lsin. O'qigan kitobimizni bir-birimizni tushunaylik. O'rtadagi madaniy qoidalarga, etikaga amal qilaylik. Qani gaplashaylikchi, meni gapim xato bo'lsa, sizga to'n kiydiraman. Meni xatoyimni to'g'rilaganingiz uchun. Men noto'g'ri narsani talqin qilib, shuni orqasida endi bo'ldi, orqaga qaytish yo'q degan g'oyadagi odam emasman. Gapimni to'g'ri deb bilyapman, fikrimni to'g'ri deb talqin qilyapman. Xato bo'lsa qabul qilishga tayyorman. Uzr so'rashga tayyorman. Agar moddiy zarar yetgan bo'lsa, uni ham ta'minlashga tayyorman. Chunki jamiyat bahslarda rivojlanadi. Dialektika asosan rivojlanishi noto'g'ri hisoblanadi. Lekin siz ba'zi bahslarda hattoki qo'l jangiga aylantirgan holatlaringiz ham bo'lgan ekan. Ha, u onamdan haqorat qilganligi uchun. U qarshi taraf bahs qilmaganda men bilan. Qarshi taraf onamni haqorat qilgan va kelib men bilan kelib so'rashyapti. Onamni haqorat qilgan odam bilan so'rashmayman. U odam ustidan kulish u. Va albatta boshqa odamlarga ham mendan ibrat oling demayman. Men ibratli shaxs emasman. Domla, avval mana hozir suhbatlarimizda biz ko'proq o'zbek media makoni haqida gap yurityapmiz, lekin bir muncha vaqt avval siz xalqaro maydonda ham mana shunday bahslarga aralashdingiz. Men esimda bor, misrlik olimmidi yo turkiyalik olimmidi qaysidir masalada bahslashmoqchi bo'ldingiz, hatto bormoqchi bo'ldingiz, lekin ular bu bahsni yoki istashmadi yoki bahsga kirisha olmadi va to'xtadi. Bugungi kunda ham shunaqa xalqaro maydonda ham bahslarga chorlab turgan holatingiz bormi yo faqat? Bor. Endi bizni fikr g'oyalarimiz olamiy g'oya bo'lganligi uchun tabiiy bu narsalar jarayon qiladi. Menga yaqinda Turkiyadan takliflar bo'lyapti, O'zbekistonga kelsak, fikriy ma'noda bog'lansak. Men buni hozir rejalarini qilib turibman, balki g'oya ma'nosida vatanparvarlar, qadriyatga bog'liq shaxsiyatlar, tinchlik tarafida bo'lgan odamlar jamiyatda ko'p. Lekin ularni buzg'unchilikka targ'ib qiladigan o'sha mustamlakachilarni g'oyalari ham bor. Tushunadi. Domla, bugun mana dunyodagi harbiy siyosiy vaziyatni ko'rib turibmiz, lekin bugun dunyoda kechayotgan urushlar faqat frontlarda emas. Balki ijtimoiy tarmoqlarda ham juda faol olib borilmoqda. Ba'zan bittagina post yuzlab tanklardan ko'ra ko'proq vayronagarlikni yuzaga keltiryapti. Va bunday raqamlarni ortida albatta ma'lum bir kuchlar turibdi, bu shubhasiz. Va aytingchi, bugun insonlarning ongini kim boshqaryapti? Algoritmlarmi yoki biz ko'rmayotgan o'sha katta mafkuraviy poligonlarmi? Zo'r savol. Kim boshqaradi degan savolda musobaqa ketyapti. Ya'ni onglarni boshqarish muhim bozor ekanligini hamma tushunib qoldi. Bugun onglarni boshqarish uchun musobaqa ketyapti. Onglar boshqalanishligi. Dunyoda globalistlar bor, evangelistlar bor, sionistlar bor, turonchilar bor. Turli xil g'oya egalari bor. Hammasini o'zini ma'lum bir maqsadlari bor. Ana shu maqsadlarini amalga oshirish uchun onglarni boshqarish uchun harakat qilishyapti. Barcha ijtimoiy tarmoqlari ong boshqarish uchun qurol sifatida foydalanyapti. Hozir mana YouTube bilan hashr-nashr bo'lib turamiz, aralashib turasiz, sizdan bilasiz. Tasavvur qiling. YouTube'ni barcha nazorati qo'lingizda bo'lsa, qanaqa kuchga ega bo'lasiz? Hamma muxoliflaringizni nima bilan shug'ullanayotgani-yu, qayerda qachon bloklab qo'yishi bilasiz. Oddiy bitta YouTube'ni aytyapman. Ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellekt, IT yo'nalish, bular hammasi ongni boshqarish uchun qurol sifatida foydalanyapti. Multfilm juda katta tashvish bor edi qalbimda meni. Multfilmlar butun boshli yosh avlodni ongini boshqarish uchun tuziladi. U multfilmlarda shunaqangi sharmandalik, shunaqangi qadriyatga, nomusga hujumlar bor. Yaqinda
Bek va Lola degan platforma bor, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana shuni Yoshlar ishlari agentligi asos soldi. asos solgan. Undan tashqari buni mutaxassislarning, shaxsan prezident janoblari o'zlari men orqalaringdaman, dastak beraman degan hamma videolarda qo'yishyapti. Qadriyatga juda mos. Bolalarimiz, hatto katta odamlar ko'rib ham ishqiboz bo'lib qolyapti. Shunaqa ajoyib ishlashyapti. Demak, mana shunaqa maydonlarni to'ldirishimiz kerak, platformalar qilishimiz kerak. U platformalarni boshqaradigan onglarni yetishtirishimiz kerak. Ong qachon boshqariladi? Bo'sh qolgan paytida. Ongni to'ldirishimiz kerak. Bizning ongimiz qadriyat bilan, ajdod bilan, buxoriylar bilan, xorazmiylar bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ilm bilan. Bu Samarqanddagi Buxoriy majmuasi bekorga emas. Bizga o'sha bizni ongimiz qayoqqa bog'liqligini, ildizimiz qayerda ekanligini bildirib turadigan bu belgi, shior, bayroqqa o'xshagan narsa bu. Gerbga o'xshagan narsa bu. Shunda savolimga aniqroq javob bering. Bugun demak ongni biz o'ylayotgandek algoritmlar boshqaryaptimi yoki mafkuraviy markazlar boshqaryaptimi? Mafkuraviy markazlar boshqaryapti, algoritm qurol bu. Qo'llardagi qurol. Mafkura markazlari, masalan deylik, bizni jamiyatimizda kitob tarjima qilishyapti va xalqimizga buni o'ta qadrli, o'ta ajoyib, dunyo bo'yicha eng o'ntalikda turadigan bestseller kitoblardan deb targ'ib qilishyapti. Kitobni olib o'qisangiz, mutlaqo bizga zid kitob. Bittasi Sapiens degan kitob. Noel Hararining asari. Buni o'zbekchaga tarjima qilishyapti. Tarjima qilgan odamlarning hammasi qaysidir markazga xizmat qilyapti. Ular albatta o'zbek millatida qasdi bor odamlar bularni. O'zbek millatini o'zbek tiliga tarjima qilib. Qasd emas-ku, moddiy manfaat nuqtai nazaridan. O'sha u moddiy manfaatga sotilgan bo'lsa o'ta past. O'ta past, lekin orqasida bir maqsad bor. Bizni odamni farzandimiz, to'g'rimi? Odam intellektual bo'lgan. Va allama Adama al-asma'a kullaha deydi Qur'on. Odam, birinchi odam, otamiz olim bo'lgan. Ilmli bo'lgan, madaniyatli bo'lgan, kiyinishi bilgan, yuvinishi bilgan. Ilmli bo'lgan ya'ni. Lekin bizga yo'q, seni ajdoding maymun sifat bo'lgan degan narsani singdirishdan maqsad nima? Sen rosa bo'lsang maymunda ajdoding degan narsani urg'u berasiz. Sen faqat paxta ekishing kerak, faqat mehnat qilishing kerak. Sen boshqa odam bo'la olmaysan, uchinchi sortsan degan narsani singdirish bu. Boshida ilmiy bu mana degan narsani tatbiq qilishadi, lekin boshqaruvda Chingiz Aytmatov bekorga Manqurtda yozmagan. Manqurtdan ko'zlagan maqsad butun boshli xalqni g'oyasini boshqarib, tashqi tomondan ularni manqurtlashtirish, onasiga qarshi hattoki qurol sifatida ishlatishni maqsad qilishgan. Mana shu g'oyani qilayotganlar bor. Bizni ichimizda tarjima qilishyapti. Boshqa fikrlarni, masalan deylik, Jon Lokni bizga targ'ib qilayotganlar bor. Montesquie'ni targ'ib qilayotganlar bor. Jean-Jacques Rousseau'ni targ'ib qilayotganlar. Ulardan o'rgansak, fikrlarini o'qisak gap yo'q, lekin ularni bizga tatbiq qilsak, qadriyatimizga qarshi bo'ladi. Bizda Ibn Xaldun bor, bizda Ibn Sino bor, bizda Farobiy bor, bizda Buxoriy bor. Bularni o'sha davlatchilik haqidagi, madaniyat haqidagi nega endi faqat mahalliy olimlarnigina o'rganishimiz kerak deb hisoblaysiz? Dunyo olimlarini o'rganish, umuman ilmni o'rganishga qanaqadir cheklov qo'yish qanchalik to'g'ri? Yo'q, noto'g'ri. Uni cheklov qo'yish ma'nosida aytmayapman. Masalan, tildan misol keltirayin. Ingliz tilini o'rgansa bo'ladimi desa, men bo'ladi, sharti bor deyman. Meni qarashim. Qanaqa shart? Oldin o'zbek tilini yaxshi o'rgansin. Keyin ingliz tilini o'rganadimi, rus tilini o'rganadimi, uni ishi. Xuddi shu singari Jon Lokni o'qish, masalan, hokimiyat taqsimoti to'g'risidagi fikrlari, Montesquieu'ni qonunlar ruhini gap yo'q, o'qish mumkindir, lekin Ibn Xaldunni markazlashtirib, uni solishtirishga o'qing. Yoki boshqacharoq, oldin Farobiyning Fozil odamlar shahri asarini o'rganing va keyin solishtiring. Qani bundan qanaqa afzalligi bor? Nimalarini qo'shsak bo'ladi? Markaz bo'lish kerak. Tushunarli. Qadam bosadigan yerimiz bo'lish kerak. Havoda muallaq qolmasligimiz kerak.